Dubayga biz bilan bir sutkaga borib, ujin qilib kelishga qanaqa qaraysizlar? Faqat kim ketishini ko'chadagi odamlarni qilib beradi. To'g'rirog'i, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, nima bo'layotganini tushunib olasizlar. Video olsak bo'ladimi meni? Qizlar video olsak bo'ladimi sizlar bilan? Nega qo'rqasizlar? Bitta video olsak bo'ladimi? Qochdilar. Qizlar bitta aprosini tuzolsak bo'ladimi? Jigar 1 minut. Jigar, keling. Hayolingizga kelgan birinchi familiyani ayting. Sodiqov. Variant. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hayolingizga kelgan birinchi erkak ismi. Azim. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hayolingizga kelgan birinchi tug'ilgan yil o'zingizniki emas. 27. Yo, yil. Ha, yilmi? 99. 99. 1999-yil. Umumiysini umumiylashtiramiz o'rtoqlar. Sodiqov Azim 1999-yilda tug'ilgan inson biz bilan Dubayga 24 soatga borib keladi. Siz sababchi bo'ldingiz hozir. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Siz bo'lib qolgan Sodiqov Azim emasmisiz? Yo'q, adashsiz. Xo'p, o'rtoqlar, bo'lmasam biz o'sha insonni aniqlashtirdik. Agar siz aynan o'sha inson bo'ladigan bo'lsangiz, kommentariyaga "Mamman" degan yozuvni qoldirib ketish esdan chiqmasin. Va yana bitta sharti, Zagram pasportingiz bo'lishi shart. Chunki biletlarni tezroq olishimiz kerak o'rtoqlar. 11-aprel sanasida uchib ketamiz o'rtoqlar. Xullas, agar bunaqa insonlardan bir nechta bo'ladigan bo'lsa, biz bilan tez birinchi bo'lib bog'langan insonni biz olib keta olamiz o'rtoqlar. Boshqa imkoniyatimiz yo'q. Faqatgina bitta shans. Let's go, bossinglar, adno'ylar.